Mana alhamdulillah. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisizlar? Qanday. Yaxshi. Yuzinglarni ko'rib xushal bo'lib ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma aktivistlarimiz shu yoqda qanday yaxshi kelyapsizlar? Baringlar shukr. Qadiqlar chiqib qoldimi konsertdan? Baraka toping. Davayt, kelinglar. Kelinglar, mana yigitlarimiz, yoshlarimiz birinchi o'rinda. Baringlar shukr. Rahmat. Mana baraka toping. Ali, rahmat. Ana yoshlarimiz. Assalomu alaykum. Meştefaqli yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Qandaysizlar? Bu bayram bu, akşam bayram, bugün bayram. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi. Burundan foto ham bo'ladi. Hamma narsa vaqtida bo'ladi, deydi-ku. Tinchmisizlarmi? Biz yaşlar bilan yaxshilar. Voy, Gulaqada kelganimizdan beri voy gapi qo'limiz ham ishlaydi. Qo'lim ishlaydi. Конечно. Рабочий процесс bo'lyapti mana. Рабочий процесс. Давайте. Mana alhamdulillah akıllarımız, xadirlarimiz bilan Buxara restoraniga keldik, Sergey dediki, tadbirni o'tkazishga. Baraka topkir yigitlar, valloh hamma sharoitlarni qilib beryapti-da. Baringlarga shukr. Yeni saçıklarındaki bizim çeken babacılar birimiz şu an karşılaştı. Karşı. Merkezden sorusunu Yusuf Fatakan ortada bölgü varlığımız, güçlü varlığımız Yusuf Fatakan şundan geçen Ya. Hey. Bu kadar kaldı mı? Galiba Aynen bu kadar. Tehniski yanımıza arhitektörün yavaşça bir sayede возможность var. Şöyle düşündüğümüz eşek kelime serif ama serif. Serifler bunu artık ondan. Dağları şunchalik insonlarimiz borki, ular qadrishimiz bizniki, qadrishimiz bizniki burchimiz hisoblanadi. Hozir dasturimiz bo'yicha shu 19 asrdagi milliy ozodlik kurash, mana shu ixtilo kurashga bir botir umuman nimiz nomlagan navisi o'tirdi Ahmadjon. Chavir bo'lganida Chavir o'tirdi. Shuni qisqa qilib shu to'g'anoq botir to'g'risida bir ma'lumot bergan. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, yurtdoshlar. Mana biz bugun bir yaxshi kunlarga o'qiyapmiz. Mana alınacağımız bilan Namazında yol başçılığında mana bugun shunaqa chiroyli nazarda xatlashga tartib qo'yibdi. Mana biz zamlanadi.
zo'g'illarimizni hammalar cho'ng rahmat aytaman. Hammamiz aqlli bo'lsak, ittifoq bo'lsak, tinchlik amonchilik bo'lsak, salomat bo'lsak, hammasi bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'chirib tashkil qilgan Toshkent shahar madaniyat markaziga, sevgili madaniyat markazi qatnashchilariga, tayyor mehmonlarga o'zimizdan 30 o'g'illarimizni tashakkur bildiraman. Yana bitta ittifoq bo'lsak, aqlli bo'lsak, hamma bo'ladi. Shuning uchun har doim tinchlik amonchilik xotirjamlik bo'lsin, aqlli bo'laylik. Yurtimiz yetkincha o'tag'alla hammamiz tayyor. Endi tadbirimiz yaxshilarimizni tabriklab qo'yay dedim. 30 o'g'illarimizni mana avval qatnashgan o'tgan rahmatli aqalarimiz, hamlarimiz ishlar hammasi jannatda bo'lsin. Qanallarimizni tinchlik amonchilik xotirjamlik. Endi bunlardan Alakan Sultan, Sadir Polvon, bizning bog'imiz To'qrak Sardor, Bilal Nazım, shunga o'xshab boshqa qahramonlar birga bo'lib, Ilis sultonligini qurgan 1864-yilda. Ilis sultonligi 1871-yilda yashaydi, umr surdi. Keyin 1871-yilda O'rislar ism oldi. Meni bobom shu Ilis sultonligini qurishga xizmat qilgan odamlar. Çünkü hammamizning o'tgan qahramonlarni, Uyg'ur xalqida o'tgan, hammamizning o'tgan qahramonlarni hammasizni tabriklaymiz. Hammamizga tinchlik amonchilik xotirjamlik bo'lsin. Qo'shimcha keltirayman, hozir 19-18 asr to'g'risida qatnash bo'yicha kim keldi? Muhabbat so'nim keldi. Bu Xinamakam qizi, Xinamakam qizi Muhabbat Küçük sal tutup, küçük neyimiz? Turip, mana shu tadbirlarni o'tkazib o'tirdi. Dadam o'zi biz bilan bolaman, yana endi boshqa başçılığına radyo komiteti janında hayat avlasını tuzuldu. 71-yili bu 19 noyabr mana hujjat. Imenov yasınca karşımız председатель, Zunov Abduqadar zam председатель, Mamadakulov Osmancan член, Turahmetov Davut aka. Assalomu alaykum. Singillar, jiyanlar, hammalar. Shu bugungi tadbirdan hammani tabriklayman. Men o'zimizdan mana shu urush davridagi bir qishqirma bir epizodni aytmoqchiman. Ular Allah'ın to'g'risidan topqalagan shu o'zimizning 6 yana 3 falan gelmiz. Tavakkal Xudoning turdi bo'ylab qo'yilgan. Men eng urushning qaynagan paytida tug'ilgan ekanman. 1942-yil 15-iyulda. Dadam Malik Mamur o'sha 42-yilda men tug'ilib 20 kundan keyin dadamni albatta cho'ng aqsining asli shu suvakamlar, esakamlar oldingi bolalarimiz mana ular bo'lsa to'ymaydi. Meni yo'g'amdan debdi. Yo'g'amdan. Bir kuni yashab bitadim, turmushga chiqdim, ish bal topdim. Cho'ng aqsiga bordik. Opamning uyida skameykadan o'tasa davuzning oldida esakam degan kevadida ish paytlarida yosh bolalar o'tirganda sarmada qing'iraq o'tiradi. Xudo shu o'tirish bilan bu albatta do'stlik, birlik, hamkorlik, mehribonlik va vatanparvarlikning natijasi edi. Bugun 15 bu ish oldida O'zbekiston Prezidenti yaxshilardan bor millatlar. Biz nimaga bolaman yashayapmiz. Ko'p so'zlarimiz bor hozir. Hammamizga faqat iltimos shu kerak xatirlarga bu tarix to'g'risida tarix kerak. O'zimizni hayot to'g'risida emas, shu o'zimizga bizniki ulug' qadamlar xatirlarni
Hazır bana söz Arzugul sınırımızdaki adısı bana bizdeki işkiyle Respublika Şarkısı'nın Respublikası bevasıta şu kardeşi bana beni azaltıp reşleşken adısı bulsun. Kısa Arzugul iltimas kısa. Rahmet. Assalamualaikum. Uzak yakından gelgen kırdaşlar, yurttaşlar, hanım kızlar. Hoş geldinler bana baştan söyle. Bugün hatıra ve kaderleş günüydü. Bana bu resimler koysanlar, benim ota-onam. Otam Gulcu'da yaşar, Gulcu'da çoğun boğan bana, Gulcu'da tuğulgan bana. Abidov Abdülhamid kim dese Abdülhamid kapitan dertliğine çoğunlar bile doğumluğa olsa adarmanlar. Abdülhamid kapitan harbiy mektepte ders vergen. Gulcu'da ben aşağıda tuğulganman. Yine de anam Altınxan Abidova, Altınxan Abdülkadir kızı. Gece 10. Mayda anam 100 yaşta toldu. 1926 yılda tuğulgan. Tegi yerkette tuğulgan, tegi ketkenke. Adam Abdülhamid'den Anadolu'da tuğulur. Öz vaxtıda olcuk ketkenke, vayimli bulup, aşağıda hizmet kılıp. 1937 yılda bu ortaların birinde Manchuriya uruşida qatnashib olgan. Yosh bitirmiş şeyler şakir bo'lgan. 16 yildan. O'shani olgan shu qatnashganlarga so'z beradi. O'zi qisqa qilib shu olgan ish to'g'risida bir bananlanjam so'z qilasiz. Söz Azatqa. Assalomu alaykum. Anjumanda yig'ilib o'tirganlar, sho'ng'aqlar, xonimlar, akalar, ukalar, ana bu eng yosh bo'lsam kerak. Mana 3 kundan beri ana shu qadrlash nima qilib bayramni 9-mayni nima qilib xotira kunini o'tkazyapmiz. 3 kundan beri Xudoga shukr hamma nima yig'ilganlar, shu nima degan anjumandagilar o'z ko'nglidagi, o'z dilidagi so'zlar bilan nima qilib hammamizni tariximiz bo'lam deb o'tganlarni umr hayotlari bilan tabriklab nima qilib ruhlarini shodlatib nima qilib o'tirishibdi. Ana men o'zim 80-yili majburiy bo'lgan armiya. Majburiy bo'lganligi shu nimaga Sovet armiyasiga nima safiga chaqirilib, shu chaqirilganda nima qilib shu olgan nimasiga azimimiz передавательimiz uniki shu nima bo'yicha назначение bo'yicha o'tirdi. Ana Panjshirskiy operatsiya mana sabdashlarim bo'ldi. O'sha Panjshirskiy operatsiyada полностью kuchib nima bo'lib razvedka qilib qayerda stansiya bo'lsa, qayerda nima yig'ilgan cho'tilab bo'lsa, shularni unishtirishga nima qildi, danyalarni berdi. Aslı. Nezapetine kimler aslı? Tohiyaz Batur. Almanı vilayetine o herkes var Tohiyaz Batur. Aslı. Yani dizem tümümeyiz aslı. O kim akıblarında Xorazm vilayetinde her bir komisar olsa mesela nafaka çıkar. Polkovnik yuğurlu arasında birinci kıtın şu uruş devrinde polkovnik komandir batalyon boğan bir adamızda. Çünkü şu an Bana bizim dalımızda bu kadar uruş yapmışken bu ben bizden Ukrayna dola geçsin. Ben buradan 43. yıllık 6. kayıttan. Ben de biz bu şu haklarımızı almalarımızı kahvimiz. Bana şükür getirdi, Allah şükür kızımız. Annem de hemen bugünkü Azman düşünce çağırdı, hemen çözüm oldu tabii. Keyin kitabımız hep zaman oldu, sasarla doğru. Azatlıkta yaşamış. Bu vakti ben 7-8 yaşındaki kızca yedim. Dadam okumasın, karşı tarbağatayla inkılabının rehberlerden biri. Ayhan törenden haberini çoğu ayhan tutudan çöçekler edildi, çöçekten yapıldı. Emniyeti merkez uyuyor.
bilsa shu bor. Senada bor shu dadisi shu Toshkentning harbiy, Samarqandda harbiy tank universitet o'qib, uchilishda o'qib, urushga ketgan. Finlandiya fin urushi qatnashib, shahid bo'lgan, bu didarak yo'qolgan, keyin finni olib tepib, qabr tepib, haykal qo'yib qo'ydi. O'shanda finni qo'ydik, nima? Yuqorida Uyg'urda isqasida. Etil familiyasi qadrlaydi. Keyin u qahrimizniki az qizli maydon bor, bizniki xatira maydoni. Yo'q familiyasi shu ortimizdagi, yuqori ortimizdagi. Hozir men botirlarimizni atab ko'rsam, Sulhiy Botir Tiyib 15 Uyg'ur sovet qahramon bo'lgan. Hozir rasmlar bor, ko'rsatib qo'yman. Uyg'urlar sovet qahramon bo'lgan. Agar san nisabni urushgan, san nisabni asosan eng sovet qahramon bo'lgan Uyg'urlar ko'psa. Protsent 100 bo'lsa, protsent hisoblansa, eng ko'p qahramon sovet qahramon Uyg'urlar bo'lgan. Chunki Uyg'urlar o'zini g'ururlanib qisqalar bilan kelgan. Mana bugungi kunda shu biletni ruh ko'tarilgan o'ylayman. Dünyada ketkenlerimiz ruh qo'shilib o'ylayman. Hozir yana Orman qatnashchilar bilan so'z qilsin, albatta yerdan jannat yurgan, zulmni yurgan. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Yurtimiz xalqlari. Sizlarga umringiz uzoq bo'lsin, taninglar sog' bo'lsin. Nima niyat qilsanglar niyatingga yetaveringlar iloyim. Endi uzog'ini aytganda, qanday tarasini ham ko'rib yurishga nasib aylasin Alloh. Men endi bundan oldin o'tilgan hamma gaplarga qo'shilaman. Iloyim oramizdan mehr-oqibat ko'tarilmasin. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Olimjonni umri uzoq, tani sog' bo'lsin. Rahmat. Abdimekov. Menimlar janchimiz bilan do'zaxlardan tirik hayot qaytdi. Assalomu alaykum hurmatli jamoat madaniyat markazining qatnashchilari. Rahmat sizlarga shunchalik e'tibor qilib bizni chaqirib shu qo'shib shunchalik ta'sirli mana nimalar bo'lyapti, mana shunchalik tariximizda odamlar borkan, qahramonlar bo'lgan ekanmiz, mana bugun rahmat. Yaxshi o'tsangiz, Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun mana xotira kunini tashkil shahar Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur madaniyatiga hammasiga cho'q rahmat. Ammo Allohga shukr. Aslida bugun o'tganlarimizni aslida suratlarni ko'rib, dunyolarni bilib, hamma shunda urush bo'lsin, tinchlik bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Yaxshi bölümlerde uçuşumuz var. Rahmat. Rahmat. Исторических людей здесь вообще. Assalamu alaykum hurmatli Mayıp benim babam bunlar. Öz vaxtıda şunların neresi boğanla şunun için eminlik yaşındayken bana tüm dadaylılardı veretti. Eminlik yaşındayken de önemliymişim. Ben dadaylıları çıkarttım. Şu vaxtlarda Xitaydan küp Uyg'urlar Sovetlarga chiqqan. Chiqqan vaqtlarda ularga bizliklar ishga olishsa o'tib ketadi o'qishlarga. Shu vaqtda Yaxshiliklar, yaxshi tadbirlarni mehmon muborak bo'lsin. O'tgan ketganlarga jannat bo'lsin deymiz.
Bağlarımız, qağanlarımız aman duaylık. Keyingi tadbirlarda mana shunaqa bir taklif bor sizga. Mальчик, девочка o'rtasida sizlar so'zlashmak uchun biz mikrofon chiqamiz. Bu mikrofon degan narsa ham opasni uchunmi? Chiqqanda aytam xavotir oldi. Biz bu endi yutqan. Bizga bersa taqdirdir. Shu bilan qanaqa qaraysizlar? Biz so'zlaganda tinch o'tirib bersa, biz uyg'un degan xat. Mayda chiq aqlimiz Salam kolla eslemen seni Baksam kayrenge yukum yapayım Salam lütfunla eslemen seni Baksam kayrenge yukum yapayım Kaysiyen seni aldı koygen Kırım nişani nedir sorayım Kaysiyen seni aldı koygen Kırım nişani nedir sorayım Yeşil karlar açar Takdir tamamıyla Yeşil karlar açar Takdir tamamıyla Karvanla Karvanla
Kırdaşlarımız, çoğunlarımız falan ısrarla yapıyorlarını aslında biz ona gelince mukam yaşlayan bir hareket etmemiz. Rahmet. Rahmet. Akşam yedim, uykum gelmez, hafızım tümer. Atlak olup yıllarca kaç benim derdim. Atlak olup yıllarca kaç benim derdim. Elden kaçtı, kalbimi de asıl bulup Elden kaçtı, kalbimi de asıl bulup Gönül benim, kalbim bağlar. Elden kaçta gönül benim, kalbim bağlar. Elden kaçtı, beni bulsa akçı sultanlar. Dükkanım 15 bede, boş bede.
Hop, ko'k choy damlangan bo'lsa kerak. Mana bu qora choy mana. Mana. Havoda. Choy.